Assalomu alaykum hurmatli toshloqliklar, aziz yoshlar. Toshloq tumanidagi 51 ta mahallalarda yashovchi 47.600 nafardan ortiq yoshlarning balansini shakllantirish orqali kasb, hunar va chet tillariga o'rgatish, bandligini ta'minlash, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish bo'yicha joriy yilning o'tgan davri mobaynida quyidagi ishlar amalga oshirildi. Jumladan, davlat idoralarining 31 nafar rahbarlariga alohida ishlash talab etiladigan 718 nafar yoshlar nomma-nom biriktirilib, bugungi kunga qadar rahbarlarni yoshlar bilan uchrashuvlari xonadonbay tashkil etildi. Hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning 24 nafar rahbar xodimlariga 367 nafar yoshlar otaliqqa biriktirildi. Otaliqqa biriktirilgan yoshlarning dunyoqarashini o'zgartirish, ularning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etish bo'yicha barcha tegishli suhbatlar amalga oshirilib, ularning muammolari hal etib kelinmoqda. Shuningdek, xatlov natijasida aniqlangan 355 nafar ishsiz yoshlarning 52 nafari viloyat darajasidagi rahbarlarga hamda 302 nafari esa tuman darajasidagi rahbar xodimlarga biriktirib berilgan. Biriktirilgan yoshlarning muammolari o'rganish natijasida amalga oshirilgan sa'y-harakatlar natijasida bugungi kunga qadar 151 nafarining bandligi ta'minlanishiga erishildi. Jumladan 24 nafari doimiy ishga joylashtirilgan bo'lsa, 12 nafariga tadbirkorlik qilishlari uchun bank kreditlari ajratib berildi. 18 nafariga esa o'zini o'zi band qilish uchun asbob-uskunalar sotib olib berildi. 2 nafari tartibli migratsiyaga ishlash uchun chet elga yuborildi. Hamda 7 nafari muddatli harbiy xizmatga yuborilishiga erishildi. 85 nafari o'zini o'zi band qilish toifasida davlat soliq idorasini ro'yxatidan o'tkazilishiga erishildi. O'tgan davr mobaynida yoshlar daftariga 219 nafar yoshlarimiz kiritilgan bo'lsa, bugungi kungacha amalga oshirilgan ishlar natijasida ularning 171 nafariga amaliy yordamlar ko'rsatilishiga erishilib, daftardan chiqarildi. Jumladan, yoshlar daftaridan chiqarilgan yoshlarning 103 nafariga oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotganliklari uchun to'lov kontraktlari summasi 50% gacha qismi to'lab berildi. Buning uchun tumanimizdagi yoshlar jamg'armasidan 250 million so'm mablag' sarflandi. 4 nafariga ahvoli og'ir bo'lgan 30 yoshdan oshmagan bemor fuqarolarimizga 40 million so'm miqdoridagi davolanish xarajatlari qoplab berildi. 14 nafar yoshlarga fuqarolik pasportlari olish uchun 5 millionga yaqin mablag' ajratib berildi. 19 nafar yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarga o'zini o'zi band qilish uchun 83 million so'mlik asbob-uskunalar yetkazib berildi. 16 nafar yoshlar daftariga kiritilgan va ijtimoiy holati og'ir bo'lgan yoshlarga jami 19 million so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam mablag'lari ajratilishiga erishildi. Shuningdek, yoshlarni xorijiy tillar hamda zamonaviy kasblarga o'rgatish orqali Ibrat farzandlari loyihasi doirasida tumanimizdagi 5200 dan ortiq yoshlar qamrab olinib, ularni bugungi kunga qadar 125 nafari til sertifikatlarini olishga muvaffaq bo'lishdi. Shu bilan birga Ustoz AI loyihasi orqali tumanimizdagi 1000 ga yaqin yoshlar qamrab olingan bo'lsa, ushbu yoshlar bugungi kunda 24 ta kasblarni onlayn o'rganib borishyapti. Shuningdek, yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida yoshlar yetakchilarimiz tomonidan reja grafik asosida kino namoyishlari, ko'ngilochar tadbirlar, yoshlar oqshomlari, gala konsertlar hamda turli tanlov musobaqalar orqali tashkil etilgan tadbirlarda bugungi kunga qadar jami tumanimizdagi 25 mingdan ortiq yoshlar ushbu tadbirlarga qamrab olingan. Hamda tumanimizdagi iqtidorli va iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tuman markazidagi axborot kutubxona markazida Zakovat klubi hamda Ibrat farzandlari loyihalari doirasida ularni ijodiy imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida turli tadbirlarga jalb etilib, qamrab olish ishlari amalga oshirilyapti. Bundan tashqari 5 tashabbus olimpiadasini yil davomida o'tkazish amaliyoti joriy etilgan bo'lib, tumanimizda ushbu 5 tashabbus olimpiadasiga qatnashish istagini bildirgan 47 ming yoshlar o'zlarining arizalarini qoldirishgan. Bugungi kungacha tumanimizda yosh musavvirlar, yengil atletika, street workout, shaxmat, shashka hamda boshqa yo'nalishlar bo'yicha tanlovlar bosqichlari o'tkazilib,
ularni 21 ming nafardan ortiq yoshlarimiz bugungi kungacha qamrab olinishiga erishildi. Shuningdek, yoshlar o'rtasida futbolni ommalashtirish maqsadida futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari uchun tumanimizdagi 5 mingdan ortiq yoshlar ushbu sport turlarida qatnashish istagini bildirib ro'yxatdan o'tishgan. Hamda tumanimizdagi 51 ta mahalladagi faol yoshlar jamoalari o'rtasida o'tgan qizg'in musobaqalar natijasida eng faol ishtirok etgan Sadda, Katta ko'cha, Chek mahallalarining yoshlarning jamoalari bugungi kunda tuman bosqichi g'olibiga erishishdi hamda viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Kitobxonlikni rivojlantirish maqsadida yosh kitobxon tanlovi uchun 2,5 ming nafar, mutolaa loyihasi doirasida ishtirok etish uchun 6,5 mingdan ortiq yoshlarimiz qamrab olingan bo'lsa, ular tomonidan bugungi kunda 21 mingdan ortiq elektron va audio kitoblar katta qiziqish bilan o'qib kelayotganligi juda katta natija deb o'ylayman. Shuningdek, Toshloq tuman yoshlari uchun ajoyib bir yangilikni aytib o'tishim kerak. Muhtaram Prezidentimizning 2024-yil 15-may kungi 178 sonli qarorlari asosida Farg'ona viloyatida birinchi bo'lib Toshloq tumanida tashkil etilayotgan IT shaharcha faoliyatini yo'lga qo'yish yaqin kunlarda amalga oshirilishi kutilmoqda. Ushbu loyiha doirasida yoshlarimizni IT, dasturlash hamda xorijiy tillarga o'qitish kurslari tashkil etilib, 1 yil davomida ushbu maskan mingdan ortiq yoshlarni qamrab olishga erishadi. Shu bilan birga tumanimiz markazidagi yoshlar markazi binosida yoshlarimiz uchun IT va xorijiy tillarni o'qitish yo'nalishlari yana ham sifatli tarzda amalga oshirish uchun BMTning taraqqiyot dasturi doirasida 50 ming dollardan ortiq grant investitsiya jalb etildi hamda bugungi kunda ta'mirlash, jihozlash ishlari yakuniga yetib qoldi. Aynan bu loyiha orqali ham tumanimiz yoshlarini IT sohasiga, dasturlash sohasiga qiziqqan hamda xorijiy tillarni o'rganishga qiziqqan yoshlar uchun juda ham bir yaxshi imkoniyat bo'ladi degan umiddamiz.